Siz ham qiynalib ketdingiz, somsani qo'ying, shu xamirimdan bir marta tayyorlab ko'ring, ishoning ertayu kech meni duo qilasiz. Voy, tayyorlanishi ham oddiy, ko'p narsa ham ketmaydi. Kolbasa, go'sht soldimiydi. Oddiygina suv, un, margarin, kartoshkangiz bo'lsa bo'ldi. O'zingizga qulay bo'lgan, xolasiz qattiq, xolasiz yumshoq xamir qorib olasiz, yaxshilab yoyib olasiz. 3 burchak, dumaloq, 4 burchak, 5 burchak shaklini umuman farqi yo'q. Muhimi xamiri yupqaro yoying. Margarin surganingizdan keyin yopishib qolmasligi uchun stolga un sepib turish esingizdan chiqmasin. Xuddi videoda ko'rsatilgandek konvert shaklida taxlab, har qavatiga margarin surib chiqamiz. Ustini yopib muzxonaga qo'yib qo'yamiz. Ungacha listlarni tayyorlab turamiz demoqchi edim, qarasam listdan bir ahvol. Somsadan qolgan vaqtida yuvilmagan list qanaqa bo'lishini o'zingiz yaxshi bilasiz. Qiynalib ishqalab o'tirmasdan zararsiz, xlorsiz, allergiya bermaydigan Bavi super очистителida uvdib tozalab olamiz. Orada xuddi shunaqa mazali pyure tayyorlab qo'yish ham esingizdan chiqmasin. 3 kun, 4 kun qiynalib kutish shart emas. Muzxonada bor yo'g'i 20 minut turgan xamirimizni olamiz, bo'laklarga bo'lib, xuddi shu ko'rinishda yoyamiz. Ha, aytgancha bu xamirni tayyorlab qo'yib, muzxonada 1 oygacha saqlasangiz bo'ladi. Yanayam zo'r bo'ladi. Oldindan qizdirilgan pechda 200 darajada pishirib olsangiz bo'ldi. Videoni saqlab oling, tayyorlab ko'rib rahmat aytishga, meni qidirib yurmaslik uchun hoziroq obuna bo'ling.